Bismillahirrohmanirrohim. Aziz obunachilar, bugungi mavzuyimizni e, gazoblok, polister blok, umuman shunga o'xshagan bloklarni narxlari bilan keyin diagonalda oson chiqarishni ko'rib chiqamiz. Qanday qilsa osonroq diagonal chiqadi. Shular haqida ma'lumot bermoqchimiz. Hozirgi kunda baland binolar ham, ko'p qavatli uylar ham, xonadonlar ham ko'proq bloklardan foydalanishyapti. Gazoblok, polister blok, pena blok, avtokladniy blok, bular turlari ko'p. Shularni qo'yish necha pulga tushadi? Asosan razmerlari bir xil bo'ladi. Shularni qo'yish necha pulga tushadi? Qanday qo'yish kerak? Yonbosh qo'yish kerakmi, tikka qo'yish kerakmi? Shular haqida to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Qani bo'lmasam boshladik. Do'stlar, birinchi o'rinda diagonal chiqarishni ko'rib chiqamiz. Diagonalni qanday qilib to'g'ri ketyapti, noto'g'ri ketyapti tekshirib olsa bo'ladi. Uning uchun bir tomonini 4 metr qilib o'lchab olamiz, belgilab olamiz 4 metrga. Mana shu g'isht chekasi bo'lyapti 4 metr bo'lib. Ikkinchi tomonini 3 metr qilamiz. Qo'yga turing, qo'yga. Ikkinchi tomonini 3 metr qilamiz. Ikkinchi tomonini 3 metr qilamiz. Endi ikkovini yig'indisi 5 metr chiqishi kerak. Agar 5 metr to'liq bo'ladigan bo'lsa, diagonal точно bo'ladi. Qani, bo'ldi, ana shu 4 metrga borib turingmi? Bir tomonni 4 metr qildik, ikkinchi tomonini 3 metr qildik. Ikkovini yig'indisi 5 chiqishi kerak ekan. 5 chiqadi, mana 5 chiqyapti. Kelib ko'rishingiz mumkin. Obunachilarga ko'rsating kelib. Bir tomonni 4, bir tomonni 3 qilganda yig'indisi 5 chiqadigan bo'lsa, demak diagonal to'g'ri ketayotgan bo'ladi. Agar bino katta bo'ladigan bo'lsa, shuni ikkiga ko'paytirib qo'yamiz. Misol uchun bir tomonni 4 emas, 8, ikkinchi tomonni 3 emas, 6 qilib, mana shularni ikkiga ko'paytirib qo'yamiz. Aslida qancha keng olsa, analiz shuncha kengayadi. Xudo xolasa manfaatli bo'ldi. Endi gazoblokni, bu binoimizni gazoblokdan urishayotgan gazoblokni narxlari necha pul tushadi, qanday qo'yish kerak? Hozir asosan binolarda, qurilayotgan binolarni atroflariga gazoblokni yotqizib qo'yyapti. Gazoblogimizni razmerlari 30, 20, 60 bo'ladi. Buni yotqizib qo'yishadi, sababi issiq ham, sovuq ham tashqaridan hujum qiladi. Sal kengroq bo'lgani ma'qul. Endi tikka qilib ursa nima bo'ladi desa, tikka qilib ursa ham bo'laveradi. Bizning sharoitimizda tikka qilib ursa ham sovuqda xudo xolasa gazobloklar ushaveradi. Endi pergorodkalarga keladigan bo'lsak, pergorodkalarga yotqizib biz shunaqa tikka holatda qo'ysanglar bo'laveradi. Endi yana bitta ma'lumot berib ketishimiz kerak. Seysmik kolonnalarni qo'yib ketish kerak, sababi bu faqat to'ldiruvchi vazifasini bajarib beradi. Unaqa baquvvat bo'lib ushavermaydi. Shuning uchun bu yerda ko'ryapsizlar, deyarli har 3-4 metrga bittadan har burchaklarga seysmik kolonnalar qo'yiladi. Tepasiga kolonna seysmalar qo'yilib, mahkamlab qo'yishadi. Agar derazalar yonboshlariga ham qo'shimcha qo'yib ketadigan bo'lsa, juda ham a'lo bo'ladi. Endi bunga o'xshagan bloklarimizni aytib o'tganimdek turlari ko'p. Mahalliy gazobloklar bor, avtokladniy gazobloklar bor, pena bloklar bor, polister bloklar bor. Hozir bu obyektda mahalliy gazoblokdan foydalanishyapti. Mahalliy gazobloklar qayerdadir 14 ming, 15 ming sotadi, qayerdadir 15, 17 ming, 18 ming sotadi. Buni taxminan 17 ming so'mdan olishyapti ekan gazoblokni. Sal sifatliroq ekan. Uni ham ichiga qo'shilgan qo'shilmalari borda. Kimdir sement kamroq qo'shadi yoki bo'lmasa ichiga qo'shilayotgan narsalardan narxi kelib chiqadi. Misol uchun 17 ming so'mlik gazoblok qimmat, 14 ming so'mlik gazoblok arzon bo'lgani bilan o'shanga yarasha ichiga qo'shilgan narsasi har xil bo'ladi. Yana ham qirg'izcha qiladigan bo'lsam, 1 kilo guruchga 100 gram go'sht solib qilsa ham bo'ladi, 1 kilo guruchga yarim kilo go'sht solib qilsa ham bo'ladi. Shunga o'xshab tan narxi har xil chiqadi. Xo'p, buni boring 17 ming so'm gazoblok 17 ming so'm deb oladigan bo'lsak, buni har bittasini ustalar 5 ming so'm, 6 ming so'mdan joyiga terib berishadi. Endi gazoblokni oddiy rastvor bilan urilmaydi. Maxsus kafelkillar bilan uriladi. Maxsus kafelkillarni har bir gazoblokka taxminan 1 kilo, 1,5 kilo kafelkili ketadi har bitta gazoblokka. Demak, sizlarga bitta gazoblok narxi 17 ming so'm gazoblok bo'ladigan bo'lsa, 6 ming so'm ustalar ish haqqi oladigan bo'lsa,
1000 so'mlik kafirklik ketadigan bo'lsa, sizlarga 23 ming, 24 mingga tushar ekan bitta gazoblok. Demak, bu mahalliy gazoblok. Aytib o'tganimdek, gazoblok umuman shunga o'xshagan bloklar turlari har xil, shundan kelib chiqib narsa chiqarib olaverasizlar. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, bittadan laykni bosib, izohlarda o'z fikringlarni qoldiringlar. Kanalda juda ham foydali videolar ko'p, obuna bo'lishni unutmanglar. Barchalarga rahmat.